It vafo, xotin jafo deb bitta video o'qiysam, bir opaxonimiz kommentariya yozib qo'yibdilar-da. Agar it vafo bo'ladigan bo'lsa, borib itga uylan deb. Opaxon, agar shu video ayollarga taalluqli bo'lgan taqdirda ham sadoqat borasida faqat bitta narsani aytib bilaman. Egasi ovqat berganida qo'lini tishlagan birorta itni ko'rmadim shu kungacha, agar u quturmagan bo'lsa. Lekin erini bergan non tuziga qaramay barmog'ini uzib ketgan noshukur ayollarni son mingtasini ko'rganman. Salomat bo'ling. It vafo, xotin jafo deb bitta video o'qiysam, bir opaxonimiz kommentariya yozib qo'yibdilar-da. Agar it vafo bo'ladigan bo'lsa, borib itga uylan deb. Opaxon, agar shu video ayollarga taalluqli bo'lgan taqdirda ham sadoqat borasida faqat bitta narsani aytib bilaman. Egasi ovqat berganida qo'lini tishlagan birorta itni ko'rmadim shu kungacha, agar u quturmagan bo'lsa. Lekin erini bergan non tuziga qaramay barmog'ini uzib ketgan noshukur ayollarni son mingtasini ko'rganman. Salomat bo'ling.